Qadrdonlarim, Qoratoshdagi variantni ham bitta ko'rmaysizlarmi? Qoratosh, Chorsu, Samarqand darazda atrofidan kvartira qidirayotganlarga shu videoni tashlab qo'yaveringlar. Orqamda ko'p turgan Oqtepa lavashinglar Qoratoshdagi lavashxona bo'ladi. Bu yoqqa ketadigan bo'lsangiz, Chorsuga borasiz. Bu yoqqa ketadigan bo'lsangiz, Samarqand darazaga, chapga kiradigan bo'lsangiz, Durujbaga qarab ketaverasiz. Bizlarning sotilayotgan kvartiramiz mana shu Oqtepa lavashi yonidagi ko'chadan kirganingizda, bor yo'g'i 200-300 metr ichkariga kirasiz. Chap qo'lda bog'cha keladi. Shu ro'parasidagi dom. 5 etajli domimizni ikkinchi etaji 2 xona. Dokumenti 56 kvadrat metr ekan. O'zligi ishligi bo'yicha 60 kvadratdan oshiqroq chiqyapti. Narxini ham juda chiroyli narxda qo'yishgan, pul srochniy. Video davomida narxni aytib o'taman, masalan, birga hozir shuni obzorini qilamiz. Ungacha sizlar videoga like bosib, mana shu atrofdan kvartira qidirayotgan tanishlaringizga shu videoni tashlab qo'ying. Siz olmasangiz, balki sizni tanishingiz olar, hisobingiz ham sherik bo'lasiz inshaalloh. Qadrdonim, yuring endi birga ko'ramiz. Ichidan kirganimizda to'g'rimizda bitta xona keladi. Bu yoq tarafi qo'shilgan, qo'shib olishgan. Xo'p, bu yoq tarafda shkaf. Bu yoqdan boshlaymiz bizga ko'rsatishi. Bu yoqda mana o'tirib choy ichadigan joy qilingan. Bu yoq balkondan oshxona qilib foydalanishyapti. Ko'rishingiz mumkin. Hop, bu yoqda mana balkondan qarasangiz bog'cha ko'rinadi, 226-chi bog'cha. Endi yoq tarafni ko'ramiz. Chap tarafimizda mana umumiy yuvinish xonasi, uning yonida sanuzel, razdelniy alohida qilingan. Bu yoq mehmonxonamiz. Uyimizda ikkita taraflama balkonga ega ekan. Mana bu yoqdan balkondan bitta ko'ramiz. Bolalar plashatkasi, stadion bor hammasi. Parkovkaga joy bemalol. Qadrdonlar, bu kvartirani oladigan bo'lsangiz, shahar sizga bir qadam bo'ladi. Bu joyga bir pasda yetib olasiz. Toshkent City deysizmi, Square deysizmi, Durujba deysizmi, Chorsu ham mashta bir qadamgina. Maktab, bog'chalar yon atrofda bor. Bu yoqda mashina qo'yishgan parkovkalar bor. Bu yoqda bolalar plashatkasi bor. Sizga kerak bo'ladigan hamma narsa shu yerda. Mana shahardan kvartira qidiryapsiz, zo'r variant. Narxi ham bor-ku, 75 ming dollar deyaptilar. Zo'r narxi. Kelib tepasida gaplashsangizchi, yana tushib beradigan joyi bor. Qiziqqanlar uchun men pastdagi raqam yozib qoldiraman. Telefon qo'yasiz. Menga obuna bo'lish esdan chiqmasdan, shahardan shunaqa chiroyli kvartira uchastkalarni arzon narxda qo'yib boraman.